Şu lat O'zbekistonda $3200 olindi. Laziz Palvon deb qo'ydi. Do'stim oldi. Ko'rib boringizlar. Lazda, Laz Palvon, Laz Palvon, Laz Palvon. Qaysi ot? Mana shular olaveradi Assalomu alaykum. Uloqti YouTube kanali ko'rmanlari. Ferg'ona Tashlaq. O'zbekistonda ot ko'ramiz. Bir do'stim ot olam deb. $3200 qilyotadi. $100 qo'sh deb egasi nima qiladi? Ot qanday ekan? Kobra ekan, kobra. Kobra. O'zbekistonda kecha qayerda uloq bo'ldi-da? Namangan. Namanganda uloq bo'lganda Karim Palvon ulog'ida. Legendarniy Karim Palvon degan bor ekan. O'zbekistonning ko'kkari qiroli deb qo'yadi ekan. O'shal palvonning ulog'ida 2 marra qilibdi. Oldi. $3200. $3300. O'chiribdi boshqa